Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Bugun biz tarmoq asoslari kursimizning fizik qatlam mavzusini, ya'ni kabellar, konnektor va signallarni ko'rib chiqamiz. Hop, bu mavzumizda biz shunchaki umumiy ma'lumot bermoqchimiz, ya'ni mavzuni ichkarisiga kirmaymiz. Qanday qilib kabelni ulash kerak, qanday qilib konnektorlarni sozlash kerak, u narsalarga kirmaymiz. Shunchaki biz bermoqchi bo'lgan ma'lumot umumiy ma'lumot. Ya'ni mavzuni tushunishingizga, tarmoq qanday ishlayotganini tushunishingizga yordam beradigan qism xolos. Xo'p, biz oldingi mavzularda OSI modeli, TCP/IP modeli va ularning bir-biridan farqi, har bir qatlam nima qilish kerakligini ko'rib chiqdik. Va biz aytdikki, ma'lumot sizni kompyuterdan chiqayotgan ekan, u OSI modeli bo'yicha tepadan pastga qarab yo'naladi. Ya'ni qanaqadir salom degan tekstingiz ma'lumot qo'shilib kompyuterdan chiqib ketganda bu 01 shaklda ketadi. Nima uchun 01? Chunki oldin aytganimizdek, bu kompyuterlar faqatgina 01 ni tushunadi xolos. Hech qachon salom degan tekst ular tushunmaydi. Ular faqatgina 01 ni tushunadi. Va 01lar bular bitlar hisoblanadi. Ya'ni axborot xavfsizligida yoki umuman IT da bu 01lar bit hisoblanadi. Xo'p. Nega fizik qatlamni bilish kerak? Albatta bu tarmoqni troubleshoot qilishda, ya'ni qandaydir muammo bo'layotganda siz uni payqashingiz kerak. Ya'ni kabel o'zi to'g'rimi yoki noto'g'rimi? Aytganimizdek, hozir bir qatlamma-qatlam siz muammoni hal qilasiz. Birinchi qatlam albatta physical layer. Siz physical layerda tekshirishingiz kerak. Kabel uzilib qolmaganmi yoki yo'qmi? Kabel o'zi tegyaptimi konnektorga yoki tegmayaptimi? Qanaqa muammo bo'lyapti kabel bilan? Qanaqadir o'rtada uzilishlar bo'lib qoldimi yoki yo'qmi? Shularni payqashingiz kerak bo'ladi. Shuning uchun fizik qatlamni bilish talab qilinadi. Aytganimizdek, ma'lumotlar fizik jihatdan qanday uzilatiladi? Eng oddiy savoldan boshlaylik. Kompyuter faqat 01 ni tushunadi. Aytganimizdek, bitta 0 yoki bitta 1. Bu bitta bit. Lekin bu bitni kompyuterda boshqasiga qanday uzatish mumkin? Javob fizik signallar orqali. Ya'ni bir kompyuterdan ikkinchi kompyuterga ma'lumot uzatmoqchi bo'lsangiz, albatta fizik signallar orqali siz qandaydir ma'lumot bersangiz bo'ladi. Xo'p, mis kabelda bit elektr signali sifatida uzatiladi. Masalan, yuqori voltaj 1, past voltaj 0. Optik kabellarda bit yorug'lik impulsi sifatida uzatiladi. Yorug'lik bor 1, yo'q 0. Simsiz aloqada bit radio to'lqinlari sifatida uzatiladi. Ya'ni svit bor bo'lsa 1, svit yo'q bo'lsa 0. Xuddi shunday shaklda. Shu 3 ta vosita elektr, yorug'lik, radio tarmoqning barcha fizik uzatish usullarining asosi hisoblanadi. Xo'p, ko'p qo'llanilgan, endi aytganimizdek, bu yoqda elektr, yorug'lik, radio. Masalan, elektr sifatida ko'proq mis kabellar ishlatiladi, ya'ni copper cabling. Bu LAN tarmoqda eng ko'p qo'llanilgan fizik vosita. Ya'ni hech agar kompyuteringizga Ethernet kabelda tiqib ko'rgan bo'lsangiz, bilasiz, u albatta mis kabel orqali ishlaydi. Va eng ko'p qo'llaniladigan ulanishlardan biri, ya'ni kabellardan biri. Xo'p, lekin mis kabelda albatta ikkita asosiy muammosi bor deyishyapti. Bu birinchisi EMI, ya'ni electromagnetic interference, ya'ni elektromagnit shovqini. Agarda qandaydir elektromagnit shovqini bo'lsa, albatta bu ma'lumot o'tkazilishida juda jiddiy ta'sir qiladi va u ma'lumotlarning uzilishiga olib kelishi mumkin. Ya'ni internet tezligiga juda jiddiy ta'sir ko'rsatadi. Xo'p, elektromagnit interference o'zi nima? Bular o'sha fluorescent chiroqlar deb, lift motorlari, boshqa kabellar, bularning hammasi EMI manbalari. Xo'p. Va ikkinchisi bu attenuation, ya'ni signal masofaga qarab susayadi. Ya'ni mis kabellarning ham ma'lum bir chegarasi bor. Ma'lum bir chegaradan so'ng siz ma'lumotlar uzatilishi juda jiddiy muammolar uchrashi mumkin. Shuning uchun mis kabellarning masofasi cheklangan va shuning uchun ham ko'proq u shu korporativ tarmoqlarda faqatgina binoning ichida qo'llaniladi. E'tibor bergan bo'lsangiz agar. Xo'p. Va bu muammoga kurashish uchun bir nechta boshqa standartlar yaratilgan. Ya'ni o'zi birinchi ishlatilishda mis kabeldan foydalanishgan, keyinchalik payqashgan. Bu juda ham bir nechta muammolarga to'la. Shuning uchun bu muammolarni bartaraf qilish uchun boshqa yo'llarni axtarishgan. Xo'p. Keyingisi twisted pair, ya'ni buralgan juftlik kabellar. Ya'ni ko'rayotgansiz, mis kabelda muammosi nima edi? Muammosi electromagnetic interference, ya'ni elektromagnit shovqini tufayli ma'lumotlar uzilishiga sabab bo'lardi. Va ikkinchisi bu attenuation, ya'ni signalni masofaga qarab susayishi. Keyin researchlar, ya'ni tarmoq bo'yicha ishlaydigan olimlar shuni payqashdiki, LAN tarmoqida agarda siz kabellarni bir-biriga
ulasangiz, ya'ni burama shakliga keltirsangiz, bu EMI, ya'ni electromagnetic interference'ni ma'lum bir miqdorda kamaytiradi. Va bu eng keng tarqalgan kabel turi, ya'ni hozirgi ishlatiladigan masalan Ethernet kabellarimiz aynan shu twisted pair. Xo'p, aytganimizdek, kabel ichida 8 ta mis o'tkazishi bo'ladi. Ular 4 ta juftlikka buralgan. Nima uchun buralgan? Chunki burash EMI ga qarshilikni oshiradi. Bu fizikaning qonuni. Lekin ikkita simyasi elektromagnetik shovqin ikkalasiga bir xil ta'sir qiladi va signalni buzadi. Xo'p, lekin agar ular bir-biriga buralgan bo'lsa, shovqinning ta'siri bir-birini yo'qotadi va signal toza qiladi. Ya'ni ko'rdingiz, fizikani foydasi shu yerda tegadi, ya'ni twisted pair, ya'ni kabellarni bir-biriga masalan bog'lash orqali, mana bunday shaklga keltirish orqali elektromagnetik interference ma'lum bir miqdorda kamayadi. Oldingi daraja ancha o'sadi. Xo'p, twisted pair kabellarning ikkita asosiy turi bor. Bular UTP, unshielded twisted pair, ya'ni himoyasiz buralgan juftlik. Va ko'rayotgansiz, hech qanaqa himoyasi yo'q, shunchaki buralgan. Siz mana buni himoya sifatida ko'rishingiz mumkin, lekin bu asl himoya sifatida qaralmaydi. Ko'rayotgan bo'lishingiz mumkin, hech qanaqa himoyasi yo'q. Hop, va bu yerda shielded twisted pair bo'lyapti. Bu ko'rayotgansiz, mana bu yerda folga anasi bor. Qog'oz turibdi, folga bilan himoyalangan. Bu nima uchun bunday qilingan? Albatta, folga ham elektromagnetik interferensga qarshilik ko'rsatadi va umumiy 2 barobar qarshilik bo'lyapti. Ko'rayotgansiz, o'zi mana bu buralganlari elektromagnetik interferensga o'zi qandaydir miqdorda qarshilik qiladi va mana folgani o'zi ham qarshilik qiladi. 2 barobar qarshilik ta'minlanyapti, ya'ni EMI ni qarshi turishni oshiryapti. Va alohida har bitta mana bu ulanishlarni ham shield qilishi mumkin, ya'ni himoyalash mumkin. Bu ham qandaydir miqdorda ishlatiladigan turlardan biri. Xo'p, ko'rayotgansiz, biz asosan internetda ishlatilgan, ya'ni Ethernet kabellar, korporativ tarmoqlarda masalan Ethernetda ulaganingizda, kabel ulaganingizda asosan mana UTP bo'lishi kerak. Unshielded twisted pair bo'ladi. Mana shu ko'rinishda bo'ladi. Xo'p, kabel kategoriyalari, standartlari, bularni bilish juda ham talab qilinmaydi, to'g'risi. Bular ko'proq imtihonlarga kirayotganingizda kerak bo'lishi mumkin, lekin tarmoq oziqlarini tushunish uchun bular uncha katta rol o'ynamaydi. Ya'ni kabellarni turlarga bo'lib chiqishgan va har bir turi masalan ma'lum bir miqdorda ana tezligiga va masofasiga qarab o'zgaradi. Hop, lekin agar imtihonga topshirmoqchi bo'lsangiz, bularni bilish juda talab qilinmaydi. Hop, plenum va non-plenum kabellar bor. Ya'ni bular vazifasi nima? Bular o'sha binolarda, ya'ni havo almashtirish tizimlari bo'ladi. Isitish, shamollatish, konditsioner uchun maxsus bo'shliqlar bor. Bu bo'shliqlar plenum space deb ataladi. Agar bu bo'shliqlarda oddiy kabel yotgan bo'lsa, bu yong'in chiqsa, PVC qoplamali kabel yonganda zaharli gaz chiqaradi va bu havo oqimi orqali butun binoga tarqaladi. Ya'ni agarda mana bu kabel yonib ketsa, qanaqadir zararli gaz havo chiqaradi va aytayotganidek, bu butun binoni zaharlashi mumkin. Shuning uchun bizda yechimlar bor. Bu yerda aytgandek, kabel qoplamasi turi bor. Plenum grade cable, maxsus materialdan yasalgan qoplama yonganda zaharli gaz kam chiqaradi va olov kabel bo'ylab tarqalmaydi. Non-plenum PVC kabel deyapti, oddiy PVC qoplamali, arzon yo'lovchan, lekin yonganda zaharli gaz chiqaradi. Xo'p, coaxial cable, bu ham oldin tarmoqda ishlatilgan kabellardan turi biri hisoblanadi. Buni ko'pchilik ko'rgan bo'lishi kerak. Televizorda antennalar ulaganda, men ko'plab yoshligimda shu ishlarni qilganman. Menimcha ko'pchilik ham biladi. Ya'ni bu asosan televizorlarda kabellar ulaganda ishlatiladi, lekin oldin bu internet ulanishda ham ishlatilgan. Xo'p, keyin bizda konnektorlar bor. Konnektorlar RJ45 va RJ11. Ko'rinishidan bir-biriga juda ham o'xshash. Ko'rayotgan bo'lsangiz, mana RJ45, RJ11, ya'ni bir-biriga o'xshash. RJ11 bu kichikroq va RJ45 sal kattaroq. Lekin RJ45, ya'ni mana bu kabel ulanadigan joyga siz 11 da tiqsangiz, mana bu 11 da tiqsangiz ham bo'ladi, lekin mana bu keyinchalik ishlamay qolishi mumkin. Chunki siz RJ45, ya'ni 45 tiqilish kerak bo'lgan joyga 11 da tiqib qo'ysangiz, bu konnektorni buzib qo'yadi. Kompyuteringizdagi shu Ethernet ulanadigan joyni buzib qo'yadi.
Va keyinchalik ana bu RJ45 ya'ni 45 tiqqaningizda muammo bo'lishi mumkin. Internet ishlamasligi mumkin. Shunga ehtiyot bo'lish kerak. Xo'p, mana bunaqa standartlar ham bor. Ularni yodlash ham talab qilinmaydi. Shunchaki ular har xil standartlar bu ulanishlarga kerak. Ya'ni lekin buni bilishingizcha unaqa talab qilinmaydi aytganimdek. Xo'p, media converter ya'ni qanaqadir ikkita ulanish bo'lsa, aytaylik Ethernet mis kabel orqali kelyapti. Unda mana RJ45 tiqadigan joyi yo'q. Unda bittagina masalan uchi bo'ladi, ko'rayotgan bo'lsangiz. Mana bu yerda bir donagina uchi bo'ladi, lekin sizni kompyuter tiqiladigan joy mana bunaqa tiqiladi. Shunda media converter yordam beradi. Ya'ni bir tomoniga shu mis kabel tiqadigan joyga tiqasiz, ikkinchi tomondan Ethernet ulab ketasiz. Ya'ni mana bu o'rtada qanaqadir ko'prik vazifasini bajaradi. Media converterlar asosan shular. Ko'p ishlatiladigan narsalar, ya'ni bitta bunaqa emas, boshqacha usullarni ishlatamiz ko'proq. Masalan, Type-C, keyin iPhone'da o'shani Lightning. Ya'ni Type-C da qanaqadir Lightning o'tkazishimiz mumkin, yo'q bo'lmasa USB Type-C. Turli xil konverterlar bor. Hop, internetda ham shu tarmoqda ham xuddi shunaqa qanaqadir ulanishni boshqa ulanishga o'tkazib beradigan mana shunaqa konverterlar bor. Hop, fiber optik kabellar, hop, bu eng ko'p qo'llaniladigan kabel turlaridan biri hozirgi vaqtda, chunki bu mis kabellardan qaraganda ancha foydali, tarmoq tezligi ancha baland va aytganimizdek, haligi mis kabellarni ma'lum bir 100 metrlar yoki 200 metrlarga ishlatishingiz mumkin. Lekin undan o'tib ketsa, tarmoq internet ishlashda juda katta muammolar yuzaga keladi. Ya'ni tezlik pasayib qoladi. Fiber optik kabellar esa minglab 10 kilometrgacha ishlatishingiz mumkin va tarmoq tezligida unaqa katta muammolar sezilmaydi. Ularning ham turli xil turlari bor. Hop, single mode fiber, multi mode fiber, bularni chuqur bilish talab qilinmaydi. Bu fiber optik kabellar, menimcha hamma biladi, bular o'rtasida masalan shisha tola bo'ladi. Shisha tola deyiladi ko'proqda. Va bu shisha tola sochni tolasidan ham ancha ingichka hisoblanadi. Va shu orqali ma'lumotlar o'tadi. Ma'lumotlar shu yorug'lik tezligi, ya'ni o'ta tez bo'lib o'tadi, nur sifatida o'tadi. Aytganimizdek, haligi mis kabellarda ma'lumot 0101 bo'lib o'tardi. Bu yerda esa juda tez o'tadi ma'lumotlar mis kabellarga qaraganda. Bularni mana ko'rinishi ko'proq ma'lumotga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, kitobdan o'qib olishingiz mumkin, lekin unaqa chuqur bilish talab qilinmaydi. Bu mavzuni shunchaki kabel turlari nima, ularning ko'rinishi haqida umumiy ma'lumotga ega chiqish edi. O'ylaymanki, mavzu tushunarli bo'ldi. Savollar bo'lsa bemalol kommentlarda yozishingiz mumkin.